Assalomu alaykum obunachilar. Men 21.01 topib qo'ydik. Tayyordan zo'r holatda, rasxoti yo'q deganidan topib qo'ydik. Holati yaxshi ekan akalar. 1983-yil ishlab chiqarilgan, narxiga keladigan bo'lsa akalar, xo'p 10 milliondan jicha o'tadigan joyi bor ekan. Gaz pechatlari, texpasporti yangidan, dokument ham yo'q bitadi. Egalari hammasi bor. Xo'p, mashinamizga keladigan bo'lsa, orqa oldi hadovoylar bo'lgan, tayyor. Most ovozi yo'q. Xo'p, korobkada ovoz yo'q, to'rdan tashlamaydi, hammasi ko'rga tushadi. Motoriga keladigan bo'lsa, motori 3.7 motor. Yangi vipsga, baquvvat, yaxshi holatda. Rasxotlari yo'q. Xo'p, salonlari ham sidinalar antikvardan qo'yilgan, chiroyli, yaxshi holatda. Barlari bor, maytfonlari bor, kalonkalari bor, 07 rul, torpeda 06 qo'yilgan, orqa sidinalari ham yo'g'i yaxshi. Olib minadigan holatda ekan akalar. Mana ashibkalari ham yaxshi holatda turibdi. Polilar bo'lgan, ham yo'g'i yaxshi. Dehqonchilik akalar. Xo'p, akalar, mashina hozir propanda, metanga ruxsati bor. Hozirgi momentda propanda yurib turibdi. Xo'p, oldi tomonlari yaxshi holatda, yaxshi olib minadigan holatda ekan mashina. 07 bakovoylar, aynaklar qo'yib qo'yishibdi, holatlari yaxshi. Xo'p, holati chiroyli holatda ekan. Balonlar o'rtacha holatda olib minsa bo'ladi. Xohlasa yana 3-4 oy xizmat qiladi. Ablisovkalari plasmas ekan, buferlari o'zini zavodskoyi, xo'p, faralar ham yo'q yonadi. Kapot ichini ko'rsatadigan bo'lsa, hozir akalar. Kapot ichi mana akalar. Motorlar yog' yemaydi, antifrizga moslangan, antifriz mashina hozirgi momentda, akkumulyatorlari yaxshi, atkaz qilmaydi. Gaz, reduktor, propan hamma yo'g'i bor. Tormozlari vakuumli sistemada qilingan. Spliniyasi ham yaxshi holatda ekan, qilingan, hamma yo'g'i tayyor. Olib minasizlar degan mashina akalar. Xo'p, motor rasxot qilmaydi. Mostda, korobkada, hadovoyda ishi yo'q. Balonlari o'rtacha holatda. Xo'p, tumbalari butma-butun. Tumbasi yorilib netmagan. Holati yaxshi. Xo'p, taylari ham butma-butun holatda akalar. Xo'p, bu taraflari ham taylari butma-butun, tumbasi yorilmagan, yaxshi holatda. Olasizlar, minasizlar degan mashina akalar. Orqasini ochib hozir ko'rsataman. Xo'p, dehqonchilik akalar, mashina dehqon akamizdan olyapmiz. Xo'p, propanlari bor. 50 tali deydimi, 45 tali deydimi? Shunaqa propandan ekan, zapravочныйlar ham yo'q, tayyor qilingan. Xolasalaring metanga almashtirib berishadi, xolasalaring propan holatda ketadi. Texpasporti metanga ruxsat. GB'si hamma yo'g'i bor. Xo'p, akalar, mashina narxi 10 milliondan ozgincha o'tadigan joyi bor. Narxi 10 milliondan ozgina o'tib berishadi. Aviasionniy diska balonlarda turibdi ekan, aviasionniy ekan diskalar. Xo'p, akalar, mashinamiz hozir Marg'ilon shahrida turibdi. Xo'p, dastlabki xizmatlarimiz bor. Xohlasa yetkazib beramiz. Nomerlariga keladigan bo'lsa, hozir nomerlarini aytib o'tib ketamiz. Akalar, mashina aviasionniy diska balonida turibdi ekan, mana holati yaxshi. Xo'p, nomerlariga keladigan bo'lsa, akalar, 77li, xo'p, 424 04 64. 77li 424 04 64. Ash nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasa akalar, o'tib beradigan joyi bor. 10 milliondan kami bor akalar. 10 million so'mga bunaqa mashina topa olmaysizlar. 10 million so'mga tayyor, yaxshi minadigan holatdagi mashina. Olasizlar, minasizlar, xohlasa. Rasxot qilmaysizlar bu mashinaga. Generalniy nomiga o'tish hamma narsa bitadi akalar. Aloqaga chiqaverasizlar.